Magazinda qimmat olmaymiz, uyda o'zimiz qilamiz deb 10 baravariga masalliq olib, keyin esa o'xshatolmay asabiylashganlar bormi? Soatlab vaqtingizni olmaydigan, qolib duxovka so'ramaydigan, 100 emas 1000% o'xshab chiqadigan pirojniy retsepti. Qatiq, shakar, o'simlik yog'i, razrixlitel, tuxum, un, kakaoni solib yaxshilab aralashtiramiz. Gazni eng pasyan balandlikka otgan bo'lsa, xuddi shu ko'rinishda teskarisiga aylantiring. Ana o'shanda tegolmasdan chiroyli pishadi. Qo'lingiz bilan o'shaganda yopishmasa, zubachiska quruq chiqsa, demak tayyor. Birozgina sovutamiz, tovadan ko'chiramiz, chekkalarini pichoq bilan kesib, ipda osongina ikkiga bo'lamiz. Mazali sariyog'li krem uchun skushonka ham sariyog' ham bir xil haroratda bo'lishi kerak, ya'ni xona haroratida. Birinchi bo'lib yumshoqqina sariyog'ni 2 daqiqa mikser qilamiz. Ketidan varyoniy molokoni solib, quyilguncha mikser qilishda davom etamiz. Tayyor kremni teng yarmini avval ichiga, keyin esa ustiga yaxshilab surib olamiz. Eng kam xarj, oson usulda o'rgatganim uchun bezatish uchun ham oddiygina yong'oqdan foydalandim. Uy sharoitida arzimagan masalliqdan shohona shirinlikni tayyorlamoqchi bo'lsangiz, menga albatta obuna bo'ling va eng yaqin do'koningizga videoni jo'natib qo'ying.